Девочки, hammaga salom. Bugungi Seuldagi sayohatimizni ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Birinchi qismini ko'rmagan bo'lsanglar, albatta ko'ringlar. U yoqda ham qiziq narsalar juda ham ko'p. Akvaparkga borganimiz, конечно, это vau. Xo'p, bugungi planlarimiz qizlar, Walk Hair'ga boramiz. Hondadagi meni bloger sifatida taklif qilishgan. Sochlarimni chiroyli qilib, ukladka spa qilishmoqchi. Undan keyin esa ovqatlanishga boramiz. Ovqatlanishimiz ham barter asosida talabalarning eng yaxshi ko'rgan ovqatlarini bugun sizlar bilan mukbang qilib ko'ramiz va eng oxirgisida esa Lotte Pexhojomga boramiz. Lotte Pexhojomda meni eng sevimli shirinliklarimni обязательно olishimiz kerak. Seulga kelib turib bu shirinliklarni yeb ketmasak, это грех будет. Вот, qizlar, biz hozir Hondayga kelib qoldik. Birpasdan keyin полностью obzor qilib ko'rsataman hamma joyni. Девочки, menimcha bu video sizlarga qiziq bo'ladi degan umidaman. Девочки, Hondayga ham kirib keldik. Biz shunaqangi chiroyli uy oynadan ozroq yomg'ir yog'yapti. Bu elefant bor ekan. Bu yoqda u Gentle Monsterga o'xshaydi. Shunaqangi ochko sotishadi. Birga bir chiqarishgan, no puli arzonroq joyi. Qanaqa qoncha. Vau, katta olivyon bor ekan bu yoqda. Конечно, lekin parking place topish juda ham qiyin. Hozir mashinani juda 10 minutdan beri qayerga qo'yishimizni bilmayapman. Juda ham kechikyapman lekin salonga. Meni kutishyapti. Qizlarjonlar, biz ham lokatsiyaga kelib oldik. Bugungi look полностью oppoq. Вот. Hondayni ko'chasi. O'cha yaxshi. Hondayni o'rtasida sentrda joylashgan ekan, unchalik uzoq emas. Bemalol borsak bo'ladi. Kelib oldik, ikkinchi darajadan chiqdik. Biz ham kelib oldik. Okey, Honday. Вот, salon. Salonimizda ko'rinishi немного obzor qilib Salom qizlar. Yo'lda konsultatsiyalarimiz. Вообще menga o'zi koreyskiy salonlar yoqadi. Prям qanaqadir vibe bor. Endi ozroq kutsak, shu bilan bo'ldi. Hozir sochimni bosh terisini analiz qilishdi. Buni qaranglar, unaqangi juda ham katta muammo yo'q. Atelye shampunidan keyin bunaqangi bo'lgan. Shu men o'zimning shampunim yaxshi deyishyapti. Вот. Qizlarjonlar, bu salonimiz Muslima opa singillarimizga ham halol sertifikatiga ega ekan. Eng muhimi shu. Va bu yerda yana personalniy sizga qanaqangi ranglar tushishi, sizga tilla yoki kumush, shunga o'xshagan polностью siz kiyimlarda qanaqangi ranglar tanlashingiz haqida ham konsultatsiya olsangiz bo'lar ekan. Shunga o'xshagan xizmatlari bor ekan. Pastda adreslarni qoldiraman. Девочки, sochlarim ham bitdi. Shunaqangi mayin bo'lib qolgan sochlarim ekan. Nimamda sochimni terisida ko'p yog'lanish bor ekan. Da o'zi meni betimmi, sochimmi terisi prям yog'li.
Вот, hozir tonis yepishdi, prям premium uxotlar qilishdi, sochlarim вообще anaqa silk deydi-yu, ipakday mayin bo'lib qolgan. Xo'p, endi biz ovqatlanishga ketyapmiz. Talabalarning eng mashhur joyiga, talabalar 24 soat ovqatlansa bo'ladigan joyga ketyapmiz. Ularni ham sizlarga obzor qilib qo'yaman. To'chki biz lokatsiyaga ham kelib oldik. Endi ichini ko'rsataman sizlarga obzor qilib. 오빠 손 안 나오게 자세히. Девочки, biz ovqatlanishdan ham chiqdik, juda ham shirin ovqatlar. Yomg'ir yog'ardi. Yaxshi ham shunga bu futbolkamni alishtirib kiyib olgan ekanman. Shunga to'qdim deb. Voy, yomg'irda maza ketyapmiz. Endi bitta hajomga borsak, super. O'zimni joyimga ketaman, mushkullarim sog'indim. Mashinaga ham o'tirib oldim, qiz shunaqa yomg'ir quyapti. Hop, endi Lotte Bekfajomga boramiz. U yoqda ham sizlarga ko'rsataman. Diordan yangi narsalar chiqqan, Chaneldan yangi narsalar chiqqan. Borib shuni test qilib ko'ramiz. Lekin, конечно, meni sevimli sirliklarimsiz ketmayman men bu yo'lda. Hop. Shu bilan uyga ketamiz. Bizda o'sha kecham tushib qolyapti. Bizda yomg'ir yog'yapti, shunday bo'ldi. Namsan taunni ko'ryapsizlarmi? Ana ingichka bo'lib turgan, hech nima ko'rinmayapti. Вообще hech nima ko'rinmayapti. O'sha Namsan Tower ekan. Вот. Namsan Tower, девочки, Namsan Tower. Biz Bekfajonga ham kelib oldik. Bu yoqda men sevadigan hamma kosmetikalar bor. Tam Nars, Dior, Bobbi Brown, Hera. Вот. Xursandman. Kayfiyatim ko'tarilyapti. Boya kayfiyatim yo'q edi. Hozir dikilarni xillab ko'ramiz. Hourglass ham ochilib ketdi yo'qda. Короче, dikilarni xillab ko'ramiz, test qilib ko'ramiz. Yangi chiqqan narsalarni. O'rnimda to'yg'iztiraman, ko'p yeyman, maza qilaman. Короче, men eng yaxshi ko'rgan joylarimdan biri bu Lotte va Shinsega Bekfajomlar. Katta. Va sizlarga ham obzor olaman qizlar. Meni sevimli Chanel'im. Dior. Efsalaranga lekin gap yo'q, bor. Qo'ysa chiroyli qilib qo'yishadi hamma joyini. Va Estee Lauder. Sevimli choyim. Buni обязательно olib ketaman. Hammaga qaranglar. Hammasini o'zim ichaman. Pantanjoq. Mana bu sirlarni qaranglar. Wow. Meni sevimli opsimga keldik. Vay. Hem sevaman men bularni bor-ku. Qaranglar shirinligini. İşte eng yaxshi ko'rgan nimalarimni zakaz qildim. Endi croissantni nima deb ko'raylik. Super. Mashina yeb ketishgan. Mana bu yoqda sovg'aga bersa ham bo'lar ekan. Croissantlar. Mana qaranglar. Вот mana meniki. Meni zakazlarim. Mana qaranglar. Tam bo'lings. Ot qo'yib qo'yishgan. Tikilari. Endi men Diordan, Efsalardan, Chaneldan biron narsa ko'rmoqchiman. Yaqinda opamlarni ham bo'lgan kuni. Shunga ham balki biron narsa ko'rarmiz.
약간 하이드레이션 해주는 네, 픽서라서 karışmanın bu yangi çıktı. 이거 얼마예요? 5만 원. 5만 원 정도요? 이거는 하이라이트 맞아요? 맞아요. 하이라이트 스틱 아, 한번 봐도 되나요? 이런 느낌으로 올라가요. 와, 이것도 예쁘고 네, 이것도 진짜 예뻐요. 약간 라벤더? 네. 이렇게. 와, 요즘에 가장 조금 많이 인기가 있는 컬러는 네. 흑염? 그거 아니야? 아. 하이라이트. 그래서 이거를 이렇게 조금 블렌딩하면 이렇게. 이건 블러쉬처럼 써도 되구나. 블러셔랑 하이라이트 같이 하셨어요. 이게 리미티드 에디션인데 민트. 이게 엄청 예뻐요. 와, 이거도 너무 예쁜데. 그래서 이렇게 블러셔하고 그 위에 같이 이렇게 써도 예쁘고요. 아, 이거는 얼마예요? 똑같이 다 72,000원. Buradan başlıyoruz onlar sıra çıktı. Vişnesinde yana birlikte narsalar koşuldu. Koçilirga gidip mağaza. O böyle sandırsam puli açmışım. Hop, Chanel'den madır koramız içinde borlar. Yani bunisi bor, iken bunisi. Murskoy düküler poçilirga başı yok muydu? Şunun için murskoy düküler miyim? Wow, bana bunu istiyorsun. Laklar ya, borqaraylar. Zaragami, Uniqlo'gami ko'ramiz. H&M'gami borib ko'raylik. Ah, bir kun baribir meniki bo'ladi, mana bu kram. Yo'lda faqat Calvin Klein bor ekan, men biladigan boshqasini bilmadim. Yo'q, yani qo'qatunda Kliyada ham aloyoga ochilibdi. Qaranglar, odam o'chirtda turibdi kirish uchun. Vashlansiyaga. Joylar Dyson yangisi chiqqan, shuni ko'raylik. 저 지금 할인 있는데 오빠? 할인 안 해도 사줄게. 아, 할인. Короче, нормальный narsa topolmadim o'zimga. Endi uyga ketamiz, kecham bo'lib qoldi. 6 soat yo'lda yurishimiz kerak. Yo'lga chiqamiz.